Oddiy o'yinchi oddiy kunda. Oho, yo'q, qishloq topib oldim. Vau, judayam ajoyib joy ekan menimcha. Oho, bu yerda qishloqlar nima qilyapti? Yo'q. Qalaysan qishloqqa, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Enang yaxshimi? Dadang yaxshimi? Qalaysan ey? Nima gap? Tinchmi? Nima bo'lyapti? Yomon ko'payishib ketibsizlar-ku sizlar. Bo'ldi, bezor jonga tegdi. Qanaqadir qishloq, qanaqadir juda tinch yashayapsizlar sizlar. Bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Mana uni qo'yib, bunaqasiga sizlarga ozgina qiziqarliroq qilamiz hayotlaringni. Mana. Mana. Oho! Mana endi ancha chiroyliroq bo'ldi. Mana bu yerda portlatib tashlaymiz. Menga вообще farqi yo'q. Portlatib tashlayveramiz. Portlatib tashlayveramiz. Mana yoqib tashlaymiz. Mana mazza. Jetlar ozgina qishloq qilib mazza qilinglar. Короче, men bo'ldi zerikdim. Ketdim. Nimalar qilib tashladi bo'yicha, nimalar qilib tashladi. Tinchgina yashashimizga ham qo'yishmaydi, bezor. Biror kun yo'qki biz tinch yashasak. Shu payt men yangi qishloq. Buni ko'zdan kechirish kerak. Darrov ko'zdan kechirishimiz shart. Xo'sh. Bu yerda kimlar va nimalar bor ekan? Va bu yerda qishloqqa qalaysan? Bo'ldi. Baqiraymi menga? Baqiraymi? Olla ko'z. Mana bu nimani ikkinchi qavatiga chiqamiz. Davay ikkinchi qavatiga. Davay. Oho, tepadan qishloq ajoyib ko'rinar ekan. Davay, water drop qilamiz. Va o'xshamadi. Voy, sharmanda. Sen buni ko'rmading. Mayli. Xullas. Qishloqlar mana buni to'g'rilab qo'ysalaring bo'lmaydimi? Bu yerda qishloqni nima qilyapsan? Baqa chiq baqa, chiq. Takassal time bo'pti, men o'zim chiqarib olaman seni. Mana, ozod bo'lding. Savob ham qilib turish kerak bu hayotda. Mayli, qiziqarliroq narsa ham yo'q ekan qishloqlaringda, вообще. Tupurdim bor-ku. Jitlar, eshitdingmi? Barcha Minecraft qishloqi merlari o'yinchilarni sudga bermoqchi ekan. Yo'q, biznikini ham berishar ekanmi? Bilmadim, menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Mayli-da, ko'ramiz nima bo'lar ekan. Heyyo, hammaga assalom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va bugun biz yana bitta ajoyib video olamiz. Lekin video boshlanishidan oldin like bosib, bunga kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz videoni boshladik va bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ladi. Avvalambor mana bu tabiatning go'zalligini qaranglar do'stlar. Mana bu yerda qaranglar. Fayzi. Meni yana kimdir chaqiryaptimi? Jitlar, qalaysizlar? Nima gap? Nima o'ylayapti? Ko'p gapirma Fayzi. Xullas biz jitlar seni sudga beramiz. Nimaga? Men nima qildim? Sen shuncha paytda beri bizga qilib kelayotgan yomonliklaringga javob berasan. Qanaqa yomonliklar? Sal tushuntiribroq gapir. Xullas kalom gapirsa gap ko'p. U yog'ini sudda gaplashamiz, sen bilan sudlashamiz. Tushundingmi? U yerga bormayman desamchi. Bizga farqi yo'q. Bormasang seni majburlab olib ketamiz yoki shunchaki qamab qo'yamiz. Xullas borasanmi yo'qmi o'zing hal qil, lekin baribir jazoni o'taysan. Jinoyating javobsiz qolmaydi. Ustimdan bir tovoq mag'zi va ag'darib tashlabsizlar-ku o'zi. Hali hech narsa noma'lum. Voy. Do'stlar, nima qiliq bu? Jitlar o'zi ertalabdan sabti buzyapti. Nima qilsam ekan do'stlar? Hali nima qilganim ham aytishgan yo'q. Faqatgina jinoyat qilding, jazolanasan. Voy, do'stlar, nima qilganimni ham bilmayman. Endi nima qilamiz do'stlar? Sudlashamizmi? Davaymi? Menga ham farqi yo'q. Mayli, bo'lmasam biz boramiz. Jitlar o'zi ketib qolibdi shekilli, mayli. Sud zaliga borishimiz kerakmidi? Boramiz.
Ha, Fayzi, tezroq bor. Seni kutishyapti. Ketyapman, namuncha, вообще, ezvorlaring odamda nima deysizlar, nima qilmoqchisizlar mani? Ezib, suvimiz siqib, sud zali. Mana u yerga kiramiz endi, nima ham qilardik, boshqa ilojimiz ham yo'q. Oho, hamma jitellar shu yerdami deyman. Nima qilyapsizlar? Bu yerda to'planib olib, nima balo bazm bo'lyaptimi bu yerda? Nimalar bo'lyapti? Kimdir menga balki tushuntirar. Oho! Ha, baribir kelibsan-ku. Kelaman-da, boshqa iloj bo'lmagandan keyin, boshqa variant bo'lmagandan keyin, xo'sh, gapiringlar endi, nima demoqchi eding? Jitel, gapiringlar. Xullas kalom, seni bu yerga chaqirishimizdan maqsad judayam katta muammo. O'zing ham buni bilsang kerak. Qanaqa muammo, nimalar deyapsan? Xullas, biz hamma jitellar bilan kelishgan holda hamma o'yinchilarni jazolashga qaror qildik. Chunki buning sabablari juda ko'p. Qanaqa sabablar? Biz nima qildikki? Voy, buni qara, o'zini bilmaslikka olyapti. Bilmaslikka olmayapman, rostdan ham bilmayman. Sal tushuntiribroq gapiringlar-chi. Ikkala qulog'iga ham qo'yib ol. Biz jitellar shunchaki qarab o'tirmaymiz yoki shunchaki tomoshabin bo'lib o'tirmaymiz. Shuncha azoblarga chidadik. Lekin endi qarab o'tirmoqchi emasmiz. Biz sizlarni jazolaymiz. Sizlar shunga loyiqsiz. Nima? Hammangiz bir bo'lib olib shu gaplarni o'ylab topdilaringmi? Bu ayni haqiqat. Bundan qochib qutula olmaysan. Ha. To'g'ri. Oho, hamma bir fikrda ekanda. Seni jazolamoqchiligimizning asosiy sababi sen videolasan va u videolaringda jitellarni urib, kamsitib, so'kkanlaring aks etgan. Lekin Buni inkor qila olasanmi? yo'q. Ana ko'rdingmi? Yana biz indamayapmiz. Shuncha bizni azobladinglar, qiynadinglar, lekin biz jim turdik, chidadik. Balki bu kunlar o'tib ketar dedik. Uyimizni portlatib yuborib, qishloqlarimizni yoqib, ustimizdan lava quyib tashladinglar. Hattoki bolalarimizni ham ayab o'tirmadinglar. Nima qilishimiz kerak edi biz? Axir biz ham yashashimiz kerak-ku. Sizlar uchun bu oddiy hol. Sizlar shunchaki mazza qilish uchun bizni o'ldirib tashladinglar. Biz esa bu yerda qanchalik qiynalishimiz bilan hech kimning ishi yo'q. Shunchaki hech kimning ishi yo'q. Ha, jitellar, to'g'risi nima deyishga ham hayronman. Bunaqa vaziyatlarga olib keladi deb o'ylamagandim bu holatlar. To'g'risi sizlarni tushunmagan ekanman. Shunchaki o'yin qilyapsizlar deb o'ylabman. Qancha uzr so'rasam ham menimcha endi foydasi yo'q. Oldin bebosh bo'lgan ekanmiz. Ha, juda bebosh Va beparosat. va tupoy. Ongsiz, biyasiz. Mayli, jitellar, qancha so'ksalaring ham roziman. Men shuncha paytdan beri xato qilgan ekanman. Xatoyimni tushunib yetdim. Yo'q-a? Birpasda-ya? Ha, Menimcha bu bolakayga ikkinchi imkonni berish kerak. Ha, to'g'ri, oxir xatosini tushunib yetdi-yu. Nima deysizlar? O'ylab ko'rish kerak. Mayli, seni kechiramiz bu safar. Lekin bu xato boshqa takrorlanmasligi kerak. oho, shunda men jazodan ozod bo'ldimmi? Ha, lekin ko'p ham suyunaverma, sen nazoratimiz ostida bo'lasan. Yaxshi, xo'p, mayli jitellar, hamma sog' salomat qolsin. Men sizlarga va'da beraman. Men va'da berdimmi, demak men doim bajaraman jitellar. Mayli, hammaga rahmat. Do'stlar, obunachilar. Bugun qanday kun bo'ldi? Uje tun botdi do'stlar. Bu haqida umuman o'ylab ko'rmagan ekanman. Jitellar ham odamligini unutib qo'yibman. O'yinda bo'lsa ham ular ham odam do'stlar. Sizlar ham qo'l ko'tarmaslikka va'da beringlar. Har holda endi biz yaxshi odamlarmiz-ku, yaxshi o'yinchilarmiz-ku, to'g'rimi? Men ham va'da beraman, sizlar ham va'da beringlar. Men xatoyimni tushunib yetdim. Xullas, menimcha bugungi video ham shulardan iborat bo'ldi. Video ham
unchalik olishga ham ulgurmadimidi, uje muammolarni tiqib tashlashdi. Mayli. Hammaga xayr emas, ko'rishguncha xayrli tun.